Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Bizni videolarga like bosib, qo'llab-quvvatlayotgan, kommentariyada yaxshi fikr qoldirayotgan barchaga minnatdorchiligimizni bildiramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Va bugun 3-sinf matematikasining 86-darsi to'g'ri burchakli parallelepiped qirralari uzunliklari yig'indisi degan mavzudagi uyga vazifani ishlab ko'rsatamiz. Demak, uyga vazifa bu 9 va 10 ni ishlab ko'rsatamiz. 9-vazifa: amallar tartibiga rioya qilgan holda hisoblang. Bog'larda zinapoyalar shaklida yasalgan sharshara qanday ataladi? Demak, bizga quyidagi ifoda berilgan ko'rib turibmiz va bu yerda qavslar ishtirok etmoqda. Demak, bu qavsning ichidagini bu qavsdagi ifodani birinchi ishlay olamiz. Undan so'ng keyingi qavsni ishlaymiz ikkinchi bo'lib. Endi qavslar qolmadi. Chapdagi birinchi ko'paytmani uchinchi bo'lib ishlaymiz. To'rtinchi bo'lib bu bo'lishni bajaramiz. Beshinchi bo'lib bu ko'paytmani bajaramiz va oltinchi bo'lib qo'shishni bajaramiz. Oxirgi natija bo'ladi o'sha. Demak, ishlashni boshladik. Birinchi bo'lib ishlaymiz. 4200 ni 700 ga bo'lib olamiz. 700 da 2 ta 0 ni o'chirib, 4200 da 2 ta 0 ni o'chirsak bo'ladi. Endi 42 ni 7 ga bo'lsak bu 6 bo'ladi. Demak, 4200 ni 700 ga bo'lsak javobi 6 ekan. Ikkinchi amalimiz 432 dan ayiramiz 371 ni. 2 dan 1 ni ayirsak 1, 4 dan qarzib berdik 13 bo'ldi. 7 ni ayirsak demak 6, 61 ekan. Uchinchi amalimiz 10800 ga ko'paytiramiz birinchi amalning javobini. 10800 ga ko'paytiramiz. Birinchi amalimiz javobi bu 6 chiqqan. Demak, 6 kare 0 0, 6 kare 0 0, 6 kare 8 48. 4 dilda 6 kare 0 dildagi 4 ni yozamiz. 6 kare 1 6. Demak, 64800. To'rtinchi amalimiz endi shu uchinchi amalimizni 100 ga bo'lamiz javobini. Uchinchi amalimiz 64800 chiqqan. Shuni 100 ga bo'lishimiz kerak. 100 da 2 ta 0 ni o'chiramiz. 64800 da 2 ta 0 ni o'chirsak qoladi 648. 648 ekan. Endi 5-amalimiz 328 ni ko'paytiramiz ikkinchi amal javobiga. Demak, 5-amalimiz 328 ni ko'paytiramiz. Ikkinchi amalimiz javobi bu 61 ga. 8 2 3 qo'shib olamiz. 6 kare 8 48. 4 dilda 6 kare 2 12 dildagi bilan 16. Biri dilda 6 kare 3 18 dildagi bilan 19. Endi qo'shib olsak 8 10 bo'ladi. Biri dilda 9 10 bo'ladi. Biri dilda 9 ga 1 ni qo'shamiz 10 bo'ladi. Biri dilda va dildagi 1 bilan 2 bo'ladi. Ya'ni 20008. Va endi oxirgi 6-amalimiz bo'ladi. 4-amalimiz javobi 648 chiqqan. 608. Shuni qo'shamiz 5-amalimiz javobini. Ya'ni 20008 ni qo'shishimiz kerak. 20008 ni qo'shishimiz kerak ekan. Demak, birinchi 20008 ni yozib, keyin tagida 648 ni yozamiz. 16 biri dilda 4 dildagi 5 6
20.656 ekan. 20.656. Demak, ushbu ifodamizning javobi 20.656 ekan. Endi ushbu so'zlarni javobiga qarab ushbu harflarni qo'yib chiqamiz. Demak, birinchida K harfi kelar ekan 6. K. Ikkinchi 61. Demak, unda A harfi turibdi. Uchinchi da 64800. 64800 da mana S harfi turibdi. Keyingisi 4-chi amalimizda 648. Bunda ham K harfi turibdi. 5-chi amalimizda 20.008. 20.008 da A harfi turibdi. Va oxirgi 6-chi amalimiz 20.656. Ya'ni bunda D harfi turibdi. Kaskad degan so'z hosil bo'ldi. 10-vazifani ishlashga o'tamiz. Masala: to'g'ri burchakli parallelepipedning bo'yi 12 cm, eni 10 cm, balandligi esa 2 cm. Uning qirralari uzunliklari yig'indisi nimaga teng? Ya'ni to'g'ri burchakli parallelepipedning qirralari yig'indisini aniqlash uchun biz quyidagi formulani ishlatamiz. Ya'ni A ko'paytirilgan 4 qo'shamiz B ko'paytirilgan 4 qo'shamiz C ko'paytirilgan 4. Ya'ni uni bo'yi ham 4 ta qirradan iborat, eni ham 4 ta qirradan iborat va balandligi ham 4 ta qirradan iborat edi. Endi qo'yib chiqamiz. Demak, bo'yi 12 cm, 12 ko'paytirilgan 4 qo'shamiz. Eni 10 ko'paytiramiz 4 qo'shamiz va balandligi 2 ko'paytirilgan 4 barobar 12 ni 4 ga ko'paytirib olsak 48 qo'shamiz, 10 ni 4 ga ko'paytiramiz 40 qo'shamiz, 2 ni 4 ga ko'paytiramiz 8. Demak, bu ham 48 bo'ladi. 48 ga 40 ni qo'shib olaylik. 88 qo'shamiz 8 ni, bu bo'ladi 96. Demak, uning qirralar uzunliklari yig'indisi 96 santimetrga teng. Mana shu tarzda uyga vazifalarni ishlab oldik. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Videoga like bosingizlar, yaqinlarga ulashib qo'yingizlar.